Salom hammaga, bugun sizlar bilan Raycraft. Bugun biz Minecraftda klon chaqirib beramiz. Klon. Endi biz tezroq bu video ancha nerealniy bo'ladi va tezroq bo'ladi. Ketdi kompyuter qarshiga endi klonlarga va 6-7 klon mashina tanlaymiz, nomerni yozamiz bo'ldi. Endi esa biz chiqamiz. To'xtanglar, xavfli bo'lishi mumkin va men chiroqlarni sindirib shunaqada mashallah o'rnatib oldim. O'chib qolmasligi uchun va shu yerda bir nechadir soat kutamiz. Tak, endi esa biz yana ancha kutdim, haligacha kelmayapti klon. Mayli, ketdik, daraxt chopib turamiz ungacha. Ketdik. Endi bu yerga mayda yo'qmi ko'yimsiz ham bor ekan. Qani tezlik bilan sinishga o'tkazaman yo'lasam. Meni dirayman xullas. O'ynashmaylar. Tepasida ham sindiramiz deyotgandim. Qayerga tushdim men? Hamma eshiklar ochiq negadir. Tak, hammasi ochiq. Lekin bu nima? Voy, nima bu? Kim bu? Seni o'ldiraman. Voy, qoch. Qalin. Bunaqayam yo'q ekan. Klon. Qani klon? Qayoqqa yo'qolib qoldi? Ketdik. Tak, hamma yoqda qaraymiz. Hamma yoqda qarab chiqdim, lekin klon yo'q. Men anaqa kadr ortida albatta, lekin uning uchun uzr. Qayoqqa borsamki? Voy, yana klon. Yo'q. Yo'qolib qoldi klon. Gapirmadi ham bu safar. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Men qo'rqyapman. Bu yerga kir. Eshik g'alati bo'lyapti. Jonimni ham keltira oldi. Voy. Ay, jonim. Qarayman, oxiri o'z anaqa bor ekan. Tezroq klon har daqiqada kelib qolishi mumkin. Bo'l. Aytgancha uni yopib qo'y. Bo'ldi, ketdik, qochdik. Tezroq. Bo'l. Do'stlar, men klon Men seni o'ldiraman. Raycraft. Yo'q. Hozir nima bo'ldi do'stlar? Men qo'rqib ketdim. Qani tezroq narsalarimni olib olishim kerak. Eshik ochilganini biz darrov sezamiz agar bo'lsa. Voy, jonim ketyapti. Tegma menga. Ketmamki. Voy, jonimni olyapti u yaramas. Ana qilich ko'tarib oldi. Nima bu? Yo'q qildik. Endi biz qanday qilib chiqamiz? Klonning narsalari va endi biz qanaqa qilib tepaga chiqamiz? Do'stlar, qayerda paydo bo'ldim men? Qayerda paydo bo'ldim, Voydod? Qayerda men? Qani klon? Xonagan klon. Agar sen meni vopada 5 marta yutsang, men taslim bo'lib ketaman. Mayli, PvP bo'lsa PvP bu yoqqa kel yaramas. Yo'q qilib tashlayman seni. Klon 6-7 trenddagi bo'lsa kerak, mayli. Bu gapni eshitmayapti, chunki bu boshqa kompyuterda o'ynayotgan bo'lsa kerak va u boshqa telefonda o'ynayotgan bo'lsa kerak va bu men ovozni o'chirib qo'yganman va u meni eshitmaydi. Men esa uni eshitib turaman. Voy, bu qattiq qalakan PvP'da. Voy. Men seni Raycraft'ga so'rab meni qo'shib yedirib yuboraman. Nima, maydalashma.
buni tezroq 5 marta yo'q qilsam, bu ham endi xafa bo'lib ketib qoladi. Xuddi Omonxon ikkala anaqa klonni xafa qilib ketkizib yuborgandaqa. Mayli, maydalashmaymiz. Sen klonni yoyib, betingdagi kraskani o'chirtirgizaman bu yoqqa. Bu yoqqa kel deyapman, yaramas la'nati bola. Bu yoqqa kel. Kel tezroq bu yoqqa. Endi sen klonni men mayda qilib to'g'rayman. Bu yoqqa kel, yaramas. Bu yoqqa kel, meni qo'yib tashlayapsan. Bu yoqqa sen. Sen meni so'kuvmiding? Bu yoqqa kelsanmi? Meni asabim buzib anaqa o'lib tirilib, yo'q bo'lib borib qochar. Keldingmi? Baribir. Sen klon kiyim kiyib olsang, anaqa olmosdan kiyim kiyib olsang, g'alati bo'lib qolasan ekan. Bu yoqqa baribir. Voy, urilmay qoldi. Telefon qotib qoldi. Mayli tezroq endi bu yaramas klonni ham o'ldirib tashlaman senga zarba. Bu yoqqa kel, yaramas. Sen meni o'ldirmoqchimisan? Ha, men axir qo'ygan natija 32 odam va sendan keyin 33 bo'ladi. Rostdanmi? Bu rekord. Lekin mening natijam 40 ta klon. Nima? Men sheriklarim qo'rqib ketyapti desam, yo'qsa sen ularni yo'q qilyapsan ekan, yaramas, qasos olaman. Pachoq. Sen meni so'kdingmi bu yoqqa kel? Sen meni so'kadigan bo'lgan, men yoqqa deyapman senga. Sen qo'yib tashlayapsan menga bu yoqqa. Bu yoqqa doirali bo'lsa kerak, meniki nuqtalik. Shuning uchun ekran o'rtasiga kelib urmasam bo'lmaydi. Qoch. Mayramas klon. Qo'yib tashlayman. O'ldirib qo'yadi. Qoch. Klon, meni o'ldira olmaysan. Voyda urib o'ldirib qo'yaman seni hozir. Seni men yo'q qilaman. Men seni yo'q qilaman. Do'stlar, klon negadir ketib qoldi. Qaradi, o'zidan o'zi klon bir balo bo'ldi deb yozdi. Klon o'zini o'zi o'ldirgan shekilli. Mayli. Mana mening kiyimlarim yo'q qilib tashlabdi deyarli. Ozgina PvP qilganimizda mening kiyimlarim butunlay anqa bo'lardi. Xullas, tushundinglar. Xullas shunday. Endi o'yinga tushamiz. Ye. Kun düştündü. Bo'lmaydi, dalashmaymiz. Endi esa bam. Men oddiy bu haqiqiy Minecraft. Buning 1.20-versiyasi mening Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalimni silkasi. Xullas Telegramga kirib RayGramC desiz chiqadi. Bo'lmasam kommentga yozing. Shu video kommentiga yozing. Men esa opisiyaga silka qoldiraman. Mana biz Command Blockni qanday qilishini hozir ko'rsatib beraman. Yana birinchi videomda bo'lgandek blok yozamiz va mana ko'rib turishingiz mumkin va buni keyin bossak 3 2 1 paydo bo'l. Ha, bo'ldi. Paydo bo'ldi. Buni qo'ygandan keyin shu ichiga kirib turib, yoqqa kirib turib, bunga o'tib turib, keyin bu yoqqa o'tib turib, summon nima desak bo'ladi? Просто horse, ya'ni ot desak, bu yoqqa o'tib, bular hali obzor qilishga ulguramiz. Olamiz, o'tirib, bu yoqqa bosib turib, mana cheksiz ot. Va
buni o'zgartirib, masalan, nima desam bo'ladi? Cat, ya'ni mushuk. Va mana mushuklar. Va bu animatsiya esa hozir aytaman. Mening animatsiyam nima uchun bunday bo'lyapti? Shuni qilib olay. Endi masalan villager ya'ni qishloqi va buni bosamiz yana cheksiz qishloqimiz bor. Buni o'chirib turib masalan yana nima desa bo'ladi? Sigar. Bo'ladimi? Mana bo'ldi. Va endi esa nima desa bo'ladi? Balki nima derdi? Qo'y deb ko'rarmiz, sheep. Endi esa mana cheksiz qo'y. Mana endi esa buni bu yoqqa to'xtanglar. Buni bu yoqqa qo'yib turib, buni bu yoqqa bosamiz. Xullas, endi shuncha qurollar bor va men o'zim yoqtirgan qurollarimni olib olaman. Va buning nima derdi? Ustiga kiyadigan kiyimlari ham bor, lekin ularni bu mod qayerda desanglar, bu ham Telegram kanalimda bo'ladi va bu yoqqa M19 deb yozamiz va bu yerda o'q chiqib keladi. Va buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Buni to'xtanglar, birinchi S and W. S and qilsa o'zi chiqarmikin? Va chiqdi va buni o'qi qoladi. Nosli dishga o'xshaydi. Mana buni o'chirib olamiz. Endi bu M11. Mirzoni mayli. M11 qilsa chiqar. Mana chiqdi. Endi buni ham o'qini olamiz. Buni o'chirib tashlaymiz. Va o'chirib tashlaymiz. Bekandan o'chirib mana. Barib yozardimki M1. Endi qaysi biri buniki? O'ylaymiz, qaysi biri buniki? Shu men olgan qurol bo'lsa, bumi? Shu. Endi esa bu nomi nima ekan? AKM bo'ldi. Endi esa bularni ko'rsatishga va bu yerda bunaqa narsalar ham bor. Bu yerda uni o'qlari, ya'ni patronlari, bularni qidirishdan olsangiz yaxshi bo'ladi. Va ko'z ko'r qiluvchi va granata. Smoke granata qolib ketyapti negadir. Chunki unga joy yetmayapti. Mana boshdan boshlaymiz, mana qaranglar mana. Har bitta qurolga alohida e'tibor berishgan bu modda. Va nima deyotgandim, xullas. Endi bu qurollarni ham mana animatsiyalari ham bor yugurayotganda va buni otsak va haligi boyagi ikkala qo'lli animatsiya ham shu sababdan. Va do'stlar, bu qanaqa Minecraftga tushadi desangiz, 1.18 ya'ni men o'ynayotgan versiyaning tepasiga tushaveradi. Pastiga tushmaydi. 1.17, 1.16 o'ynaydiganlar bo'lsa, bu tushmasligi ham mumkin. Omadi kelganlar tushib qolishi ham mumkin. Tak, endi shunaqa qilib hammasini bitta o'qda yo'yaptimi? Hammasini bitta o'qda yo'yarkan. Bu nima? Kekchariyanmi? Kekchariyan. Bu kontrda mashqa shunday qurolni akam hamma kekchar deydi. Shuning uchun buni ham men o'rganib qo'yapman. Xullas, yog'i maydalashmaymiz. Endi bu nima? Akam bu yoqqa deylik. Bu mayda hayvon yetimli bum tak shunday. Bu nima deyapman? Va mana bu narsalar ham bor. Bunda o'zingizlarga nima derdi? Shunaqa tezlik vaqtinchalikka beradi. Bu esa jon to'ldirish uchun. Men o'zimda ko'rsatib beraman. Mana qarang. Deb ovoz ham chiqaradi. Ataylab anaqalarni ovozini o'chirib qo'yaman, chunki
o'ta shovqin bo'lib ketadi va o'zimning ovozim eshitilmaydi. O'zingiz o'sha nariroqda portlatish kerak. Ha, mayli, muammo emas. Olamiz. Bundan emas, bundan, granatadan va bundan. Qaranglar mana. Bam! Portladi bu. Ovoz просто eshitilmayapti mana. Mana qop-qora bu ham ko'r qilish uchun tutun va otamiz oyog'im tagiga tushdi va bum! Ko'rasizlar, zo'r narsa bular. Shunaqa narsalar. Endi esa va shunaqa narsalar bor. Mana bu yerda mingdan 100dan ortiq qurollar bor. Balki 50dan ortiqlar chiqmasligi ham mumkin. Va bunda juda ham zo'r qo'shimchalar bor. Mana mayli hammaga yoqdim, hamma mana qilib ko'rdi deb o'ylayman. Va obuna, like bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin, albatta. Iltimos. Biz ham aktivimiz baland bo'lib ketaylik. Sal ko'tarilaylik. 50 qanaqa 50 da niyat qilyapman. 25 taga ko'tarilaylik. Keyin mod obzor, har xil narsalar chiqaraman. Va qo'ylarni o'ldirib, qo'ylarni paydo qilib o'ldiraman. Va hammaga xayr. Obuna bo'lamiz, like ham bosamiz.